Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana bir mijozimizga 36 voltga 13 ampere soatlik batareyka yig'ib berdik. 18650 markadan yig'ilgan, 30 amperlik sifatli Deli bomeslardan qo'yilgan. Mana bu yerlari polniy germetika bo'ldi, suv kirmaydigan izolyatsion. Juda chiroyli, ixcham. Klientimiz buni Xitoydan veloskuterni motor va miyasini zakaz qilgan ekan. 36 volt, 24 voltga ishlaydigan. O'shanga o'zi qo'yib, moslashtirib haydamoqchi ekan. Klientimizda o'zini veloskuterini kichkinagina sumkachasini razmerlarini tashadilar. O'sha razmer bo'yicha yig'dik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu 36 volt ixchamgina, mana qo'limga nisbatan 36 voltga 13 amper soat. Xudo xohlasa mana shu batareyka bilan 25-30 kilometr masofa bosib beradi. Bu qo'yiladigan motor miya 350 wattlik.